Razmeri to'g'ri kelsa arzonga beraman deyaptilar. Mana bunisi 9,5 million, bunisi esa 6 million ekan. Arzon qilib beryaptilar. Undan tashqari siz xohlagan darvozalarni yasab berishadi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Xo'p, uyingizga haligacha darvoza qo'ymagan bo'lsangiz agar, mana shunaqa chiroylilarni yasab berishadi. Yana nomerlarni qoldiraman, kataloglarni tashab, xullas ustanovka, maslahat berish hammasi ichida bepul bo'ladi. Like bosinglar, kommentariyada fikrlaringizni qoldirasiz darvozalar haqida. Biz hozir общий ma'lumot beramiz. Boshladik. Do'stlar, hozir sizlarga Nosirjon akaning ustaxonalaridan video tayyorladik. Mana bu yerda skidkada chiqadigan arzon qilib beramiz, Nosirjon aka. Shunaqasidan ham bor ikkita, hozir ko'rsatamiz. Nosirjon aka, boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana sizlarga ikkita aksiya darvozamiz. Mana bu darvozamizda eni 3 metr, balandligi 3 metr, 9 kvadrat, общий kvadrati darvozamizda high-tech fasonda bo'lgan, 2 qavatli variantda bo'lgan bu aka 10 million so'mga qilib beramiz o'zi asli. 9,5 million so'mga qilib beramiz. Taglari shvillar, yo'llari 10 ga 5, profili 1.3. Mana razmer tushsa 9,5 million so'mga qilib beramiz. Bu eng shtampovkani full variantida bo'lgan aka. Borib ustanovka qilish bepul. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha mana shu darvozani borib ustanovka qilish bepul. Razmer necha endi buni? Eni 3 metr, balandligi ham 3 metr aka bu. Shu razmerga tushsa, obunachilaringiz telefon qilishsa 9 million 400 ming aka, 500 ming ham. Obor ustanovkasi bilan. Ustanovkasi bilan. 3 ga 3 razmer bo'lsa agar darvozangiz telefon qilasizlar, oborib mana shu ustanovka qilamiz. Bu qanaqa edi? Va vibraga bosganmiz mana. O'rtasi nima edi? O'rtasida stiklovata bor. Profillari ham 1.3. Soldiqotli profilda bo'lmagan. Xo'p, bu ham aksiyaga tushgan, yangi. Xudo xolasa bu darvozamizda eni 3 metr, balandligi 3.30. Yo'llari 8 ga 6, tepasi 8 ga 4, tagi 8 la shivillarda bo'lgan. Profilimiz 6 ga 4, 1.1 stena, mana uniki 1.5 stena, 2 qavat bo'lganligi uchun. Bu 1.3 da bo'lgan, 1.1 da bo'lgan. Bu 1 qavat. Buni 6 million so'mga qo'yib beramiz. 6 million so'm. Ustanovka, dastavka hammasi ichida. Agar yangi yasaydigan bo'lsak, 6 million 800 ming so'm bo'ladi. Aynan shunaqasi. Tugab qolsa, uspet qilmasak, Tugab qolsa. Xo'p, akamiz 5 yildan beri darvoza bo'yicha faoliyat yuritamiz, aka. Xo'p. Yana qanaqa darvozalarimiz bor? Bunisi ham high-tech. Hozir aka juda moda bo'layapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi high-tech variantda bo'lib ketgan. Bu zakaska bo'lgan. Hop, darvozamizda eni 3.40, balandligi 3.50 bo'lgan. Bu bestahya splashnoy ochiladi. Yo'q, hali ochilmaydigan qismi yo'q buni. Uylarga katta mashina kirar ekan, bu zakaska bo'lgan. Splashnoy ochiladi. Bu darvozamizni 7 million 800 ming so'mga olganmiz. Ertaga xudo xolasa ustanovkaga chiqadi. Общий mana shu общий 7 million 800 ming so'm. Общий 7 million 800 ming. Kvadrati necha puldan endi bu? Kvadrati 680 ming so'mdan bo'lgan. Xo'p, qarang. Mana bu materiallari qora profildami hammasi? Bir-birlik qora profil. Zamohlarga mana pastavka qo'yib ketganmiz, original zamoh qo'yib beramiz. Zamohlari ham chotki bo'ladi. Ikki yoni 8 ga 6 profil, tagi 8 la shivillar. O'shanda deyapman aka, bemalol tekshirib olsak bo'ladi. Bu yoshdan temirda tushunadigan liboy insonga ko'rsatishadi. Muammo yo'q. Endi ba'zi joylarda eshitganmiz, orasida oq qo'shar ekan, nima qilardan biz bunaqasi yo'qmi? Chornovoysini как положено video qilib tashlaymiz. Tushunali. Bu yoshdan oldin videosini tashlab beramiz, Malerkadan oldin egalari kelgani vaqtlari yo'q bo'lsa, как положено tashlab beramiz. Videosini. Tagida ulog'i bormi, yo'qmi? Hamma yo'qini ko'rib olishadi. Ha, tepasi nima ekan aka buni? Bu tepasi mana listga tushadigan podsveti bu. Bu boshqacha ekan lekin. Xo'p, navbatdagi darvozamiz bu maydasi ekan, ama eshigi maydalar. Mana garaj eshigi aka. Bunisi odam kirib chiqadigan eshigi. Bunisi 2 qavatli bo'lgan. 2 qanot. Bunisida odam kirib chiqadi, xohlasa kattaroq narsa kiradigan bo'lsa, bunisini ham ochib olishlari mumkin. Hop, bu alohida eshikcha. Alohida eshikcha. Bunisi garaj eshik. Bunisida odam kirib chiqadigan kalitkasi yo'q bunda aka. Bu nima edi aka? Uzmadikmi hali? Bu nejdivenka aka. Hali klyankasini ko'chirilmagan. Ustanovka qilgandan keyin ko'chirib tashlaymiz. Ustanovka qilgandan keyin klient oldida ko'chirib tashlaymiz. Bundan keyin yana bitta plyonka bo'ladi. Undan olamiz. Bu nejdivenka bunisi. Xo'p, qarang aka, bu necha qavatli? Bu 1 qavatli bular hammasi. Fasoni bir xil bo'ladi. Fasoni bir xil, bir qavatli. Tepasi
60 santimetr ochilmaydi Shehruz aka. Aha. Lazerni stanoyda o'yilgan lazer. Mana bu joyini ham figura qilib berganmiz. Shuni xohlashdi klientlar. Aha. 9 million so'mga общий summa dogovor bo'lgan ona bola. Xo'p, bu tomonda ham darvozalarimiz bor. Bu high-tech lisli variantda bo'lgan, originali. Ha, listami? Nari ko'rinayotgan shtampovka bular haqiqiy lisli darvoza. Hop. Bu Shehruz aka 3 qavat bo'lgan. Birinchi qavat mana bu ko'rib turgan lisingiz stanoyda bukib chiqaramiz. Bu 1.8, o'rtasidagi lis ham 1.8, orqa tarafdagisi 1.5 apshipga qilganmiz, tekis yopiladi. Orqasi tekis. Joy kichkinaligini hisobiga ramka qila olmadik, qanotni o'zini qo'ydik. Bu darvozamizni 1 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Kvadratini. Bu o'zi mana ruchkalari yasaladi-da, o'zi yasaysizlar. Ruchkalari profildan yasaganmiz, xohlasa trubadan qo'yib beramiz. Darvoza o'ta mo'shniy variantda chiqqan. Umuman 1 million 600 ming so'm. Kvadrat. Mash turishi qancha bo'ldi? Buni mash turishi 18 million so'm bo'lgan. Endi kim arzonni xohlaydi, kim qimmatni xohlaydi? Masalan, bu yerda yo'q darvozalarni ham aytgancha nomerlarni ekranda qoldiramiz. Telegramingiz bor, aka? Telegram, WhatsApp, imo o'zlariga yoqqan temirdan qilingan darvozani tashasin, xudo xolasa chiroyli qilib yasab beramiz. Telegramlarga yozsangiz agar kataloglarni tashaveramiz, aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Kataloglarni tashlaydilar, o'zingizga ma'qulni ko'rasizlar. Masalan, yoki ma'qul bo'lsa hisoblab beramiz. Masalan, klientga ma'qul bo'lsa borib o'lchab, maslahat berish. O'lchashi, ustanovkasi, zamogi hammasi shu bitta mana shu 1 million 600 ming so'mda ichiga kirib ketadi. Xohlasin Qoraqalpoq, xohlasin Buxoro, xohlasin Namangan, Toshkent farqi yo'q. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Nomerlari ekranda. Va mana shu darvoza haqida fikringizni ham qoldiring, lekin high-tech fason zo'r chiqibdi bu. Zo'r chiqqan bu. Bu yerlarda nejdivenka bo'ladi, egalari uni xohlashmadi. Qora kraskadan ajratib berdik, yaltiroq. Xohlasa sariq, qora, oq qilib beraveramiz, talabiga binoan klient. Bu Samarqand fasonmidi? Bu o'sha trendga chiqqan Samarqand fason. Xudobob. Qudalarbob. Bu Samarqand fason narichka bo'lmagan, bu ikki qanot bo'lgan. Tahiya qismi sig'madi, bu ham ana shu ikki qanot. Bu ham 3 qavat variantda bo'lgan. Hozir ko'pchilik 3 qavat qildirishyapti. O'sha eng full varianti bu. O'sha o'rtasi steklavata, 2 qavat steklavata. O'zbekistonda nomiki chiqayotgan eng qalin profil ishlagan bu darvozaga. Xo'p, bunisi aka, bular high-tech ekan-a? Bular high-tech. Nech pul bu aka, aytgancha u to'xtang. Bu 1 million 700 ming so'm kvadrati buni. 3 qavatli variant. Mash turishi? Mash turishi, hop, 21 million 300 ming so'm bo'lgan. Bizning kanaldan desa kvadratdan chiroyli qilib beramizmi? Sizni kanalingizdan bo'lsa 21 million so'm. Mana shunaqa. Nomerlari ekranda. Bular high-tech fasonlar. Bu aka-ukalar yaxshi niyat bilan bir xil qilib uy qurishibdi. Razmerlari ham bir xil darvozalarini. 15 million 800 ming so'mga olganmiz. Ikkovini? Ikkovini. Xo'p, unda bittasi 7 million qanchadan bo'lyapti? 7 million 500 danmi? 7 million 800 ming, 7 million 700 ming atrofida boradi. 8 million plus minus boradi. 8 millionda. Xo'p. Bir qavatli. Bu bir qavatli, ikkalasi ham aka bir xil. Eniga ham, bo'yiga ham skvajnoy joylari bor. Xudo xolasa chiroyli xizmat qilib beradi. Mana bunisi shtampovka bu ham. Bu ham shtampovishni, bu listi nomini yangi yostiq deyshadi, yostiq 2 deydi ko'pchilik. Bu darvozamiz ham o'ziga xos dizaynda chiqqan, ranglarini ham ko'ryapsiz, chiroyli, qo'ldan kelgancha xudo xolasa ishladik. Bu darvozamiz narxi 7 million 800 ming so'm bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, qarang. Masalan, menga darvoza kerak, o'sha Telegramga sizga yozdim, rasmlarni yubordingiz. Endi o'lchamini o'zimiz yuborsak ham bo'ladimi yo borib o'lchaysizmi? Endi o'zlari o'lchab bersa ham, to'shni o'sha razmer olib bersa, 1-2 santimetrdan kichikroq qilamiz, olib borib qo'yib beraveramiz. Yo, ko'ynalari bo'lmay kelib o'lchab oling desa, o'lchab olamiz. Muammo yo'q. Boshqa davlatda bo'lsa ham aka, masalan, uyimizga boringda, darvozamizni o'lchang. Menga mana shunaqasidan qilib bering deysa ham qilib beramiz. Boraveramiz. O'zbekiston nomerni berishadi, uydagilarning vaqtiga qarab biz boramiz. Biz ishimiz mana shu aka. Mana shu kuni mana soatga keling desa, imkoniyat darajasida o'sha aytilgan soatga borib ishlarni bitirib beramiz. Masalan, men Xorazmdan, Qoraqalpoqdan bo'lsam, ketdik, boraveramiz. Farqi yo'q. Samarqand shahar, Samarqand viloyati umuman O'zbekiston bo'yicha ishlaydi akalar. Xo'p, kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa agar bemalol murojaat qilamiz. Kommentariyada mana shu darvozalar haqida fikringizni qoldiring. Qaysi biri yoqdi va qayerdan bizni ko'ryapsizlar? Chunki
qayerdan ko'rayotganingiz biz uchun juda qiziq. Yana nimani ko'rsatamiz? Hozircha bo'ldi. Hozir mana bundaqa kalitkalar ham mana zakazga bo'layotgan Shehruz aka bizga ko'pchilik mana kalitkalarga narx qimmatroq aytadi. Bu domikimi nimaniki? Ha, bu kirish eshik. Ha, kirish eshik. Bizga klient farqi yo'q. Bir qanotli eshik yursa ham qilib beraveramiz. U kichkina ekan, kichkina narx una bo'ladi, buna bo'ladi emas. Bu tashqariga ochiladi mana to'planib bo'lgan. Bu ham 2 qavatli. Orqasini ko'rsating-da mana. Orqasi 1.5 lista obshivka bo'lgan. Xudo xolasa Zamonlarni ham qo'yib beramiz. Zamonlarni ham hamma yo'g'ini qo'yib beramiz. Ana shunaqa gaplar do'stlar. Darvoza kerak bo'lsa agar akaga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Nomerlar mana shu yerda. Kommentariyada fikrlarni qoldiramiz. Qayerdan ko'ryapsizlar? Albatta yozinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha imkoniyatimiz boricha cho'tka qilib beramiz. Bizning kanaldan chiroyli qilib skidka qilib beramiz. Nima qayerda aka ustaxonamiz? Xo'p, Shehruz aka ustaxonamiz oldingi sexdan mana o'zingiz keldingiz, ozgina ko'chgan. Payshanba kirish arkadan 50 metr Navoiy tarafga yurganingizda Muxtorda joylashgan, ammo metal zapravkadan o'tishingizda chap qo'lingizda. Lakasasini tashlab beramiz. Lakasa tashlab beradi. Telefon qilinglar, Telegramdan lakasa tashlab beradilar aka. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha